O'zbekiston bo'yicha nereye dam olacak bolsanız biz olib borib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli sayohatchilar. Xudo xolasa Havas taksi 1264 o'zini sayohatlarini boshlaydi. Skitka degan narsani eshitganmisiz? Bizlardan ham siz uchun, sizning joningiz uchun Xudo xolasa skitkani qilib beramiz. Sababi bir dam oling siz ham ey. Bir ajoyib atib, yayrab dam olib keling. Shuning uchun narxlarni aytib o'tamiz. Buxoro 250 ming so'm qilib qo'ydik. Buxoroni bundan yillab bor. Bahovuddin Naqshbandi ziyoratgohi bor. Labi hovuz, keyin eng zo'r yeri mana yoqada ona. Siz ham yoqada Xudo xolasa Varnet yashil makoni bor. Shu uchsini jamlangan. Keyin Samarqand bor, Xudo xolasa. Samarqandni necha so'm aytib qo'ysak ekan mana. 550 ming so'm aytib qo'yamiz. 550 ming so'm aytib qo'yamiz. Skitkasi bor Xudo xolasa sizga. Dam olsangiz bo'ldi, ajoyib atib. Bundan yillab bor. Yana aytgan Buxoroni 3 yer ham bor. Bahovuddin Naqshbandi ham bor. Keyin Labi hovuz ham bor, Varnet yashil makon ham bor. Samarqandda Hazrati Davud ziyoratgohi, Islom otamiz qabrlarini ziyoratgohi, Registon, Samarqand City. Keyin yana nelarga qo'shsak bo'ladi unga. Go'ramir ishqilib Samarqanddan ham ajoyib ana mestalar bor, ziyoratgohlar. Keyin 550 ming so'm ichida shu narsalar. Eng qiziqlisini aytaman. Zomin zo'r sanada qo'ydik. 650 ming so'mdan qo'ydik. Xudo xolasa skitkasini ham qilib beramiz. Muammo etmang undan. Siz dam olsangiz bo'ldi deyman-ku, qayta takrorlayveraman. Dam oling. Sayohat qiling. Kallangiz yoziladi. Men ham hozir shu gaplar turibman-ku sizga. Shu gaplar turgan vaqtimda o'zi kallam yozilib turibdi. Sababi bize her sayohatga chiqqanda ajoyib bo'lib bir dam olib kelamiz siz aytsam. Boshqacha uni ta'sirotini sizga tushuntirib bilmayman. Barakalloh bu. Agar ko'rsangizlar kommentariyada yozib ketinglar. Eng yodda qolgan sayohatlaringiz nechik bo'lganini, boshqasini. 1264 Havas taksi size zomini 650 ming so'mdan qo'yib beradi. Albatta uning ham skitkasi bor sizga Xudo xolasa. Muammo yo'q. Skitkasidan bundan nechik zominda. Buxoroning 3 joyi ham bor. Bahovuddin Naqshbandi ham bor. Keyin Labi hovuz ham bor. Varnet yashil makon ham bor. Samarqanddagi Hazrati Davud ham bor unda. Islom otamiz qabrlari ziyoratgohi ham bor. Keyin Samarqand City ham bor unda. Zomin ham bor. 650 ming so'm. Bu combo deydi buni. Combo. Ajoyib narx. Keyin yana bir zo'r nima bor sizga? Toshkent 900 ming so'm senasi. 900 ming so'm. Bundan yillab bor. Shu aytilgan Buxoro, Samarqand, Zomin, Toshkentlar bor bunda. Buxoroda siz o'ylab turganingizdek 3 joy. Bahovuddin Naqshbandi, keyin Labi hovuz ziyoratgohi, keyin yana Varnet yashil makoni bor. Samarqandda esa Hazrati Davud ziyoratgohi, keyin Islom otamiz qabrlarini ziyoratgohi, Samarqand City, Zomin, Toshkent 900 ming so'm odam boshidan. Zo'r narx. Endi ko'pchilik hozir o'ylab turibdi, nerga yetamiz, necha yetamiz? Gastitsalari hovli joylarda buriladi. Sababi u sizning kisangizdan chiqqanligi sababli bize hovli joylari akkuratnisini topib qo'yganmiz. G'ideti o'tgan yil borganda 50 ming so'mdan 150 ming so'mdan bor edi Samarqandda. Buxoroda 100 ming so'mdan edi. Ya'ni bir kunligingiz u, bir kunligingiz. Ana hovli joylarda yatib tursangiz, uning ko'p pulingiz ketmaydi. Yataq turari shu 500 ming so'mga ketib borar, borib kelinchangiz. Endi Toshkentga o'tadigan bo'lsangiz, bir chiqar bir 600 ming so'mga chiqar Toshkentga o'tadigan bo'lsangiz. Undan ham Xudo xolasa izlanib turibmiz. Yana kvartiralari yaxshisini, sifatlisini topsha, arzonroq gaplashisha. Sababi Samarqanddan bize ko'p yillar bilan shartnoma tuzib bo'ldik, Buxorodan tuzib bo'ldik shartnomani. Ajoyib mestalar Xudo xolasa. O'tgan yil YouTube bizda yo'q edi. Endi hozir YouTube'da arqayin gaplab turibman. Sababi sizlar tushunib olinglar, bilib olinglar degan maqsadda. Endi men gastitsa masalasini dim qattiq harakat qilib turibman Xudo xolasa.
şartnamanı düzemiz. Acayip yerler bilen arzan narxda çünkü bize izin üzmesek olaram gaz installaram tayar durttu bizlere mesela 100 bin somdan ya 150 bin somdan günlükə gaz insanı özündə joy verişə. Havlu joysuz xuda xalasa. Nasip. Yana sayohatlar gününe geladigan bolsak Buxoroga bir günde barıp kelsa boladı. Buxoroga indi dang bilan gülle uzay yotır. Xudo xolasa dang bilan chiqiladi. Bezar bo'linshangiz Buxoroni aylantirib, xudo xolasa bir kunda olib kelamiz nasib. Bunun narxi 250 ming so'm. Agar Instagramda podpiska bosib qo'ygan bo'lsangiz, ajoyibgina skidkani qilib berishga va'da berdi mana. Instagram videorolikdan ham ko'rsangiz bo'ladi. Samarqandga keladigan bo'lsak, Samarqandga 3 kun bo'ladi. Bunda şu Buxoro borib kelinadi, Buxoro bo'ladi, Hazrat Davudlar bo'ladi. 3 kunda ajoyib etib yo'l bilan hisob olgan holda 3 kunda ajoyib etib horma holatda, dam olgan holatda borib kelinadi xudo xolasa. Zomin bo'lsa 4 kunda borib kelinadi. Bir kun zominda yatiladi. Ana Buxoro, Samarqand. Xolasangiz Samarqand gününü qisqartirib yo boshqa yerlar gününü qisqartirib zomini ko'paytirsangiz ham mumkin bo'ladi. U kamplik masalasida bo'ladi. Xudo xolasa endi Toshkent bo'lgan bo'lsa, Toshkent menimcha yo'l bilan 6 kun bo'ladi, xudo xolasa. 6 kun bo'ladi. Sababi unda Zomin bor, Samarqand bor, Buxoro bor, Toshkent bor. Sababi 5 kunda borib keladigan bo'lsak, 4 kunda borib keladigan bo'lsak, siz charchab qolasiz. Chunki biz o'tgan yili rasmen tajribani olib bo'ldik. Persatkalarda qiynaldik. Bir-ikki mijozlarimiz sal yosh o'tganlar balam bir gün qo'ssang bo'ladi ekan deb maslahat berdilar endi. Yil-yildan rivojlantirib boramiz deb aytdim men ularga shu vaqtida ko'rib turgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib ketasizlar, xudo xolasa. Yil-yildan xudo xolasa xizmatimizni sifatini yaxshilab boraveramiz. Endi qaysi kunlar ketadi deyishingiz mumkin, u savol ham berishingiz mumkin. Xudo xolasa Instagramda podpiska bosib qo'ysangizlar, telefon gelişine qarab, nesine qarab gününü belgilaymiz. Instagramda 1264 deb yozsangizlar, sori fonda havas taksi deb chiqadi o'zi. Kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Yana savollari, boshqa bir o'zlaringizni gap so'zlari, tilaklaringiz bo'lsa ham cheklanmagan miqdorda qabul qilamiz. Sababi 1 yil bizda tajriba bo'lgan bo'lsa, yana 2-yilda zakonniya deb xudo xolasa ajoyib tarzda boshlayapmiz yana sayohatlarni. Bize insonlari, odamlar sayohatga ekitgan vaqtida bir dam olib, bir boshqacha bo'lib, kalladagi stresslarni yoddan chiqarib kelsa, bize bir sevinamiz doğrusu, quvonamiz. Sebep bize havas taksida taksi faoliyati bilan shug'ullangandan keyin shuncha taksilarimiz bor. Buları iş bilan ta'minlaymiz axir. Hem sizi dam oldirib kelamiz. Shuncha odam bu yerda ishli bo'ladi, shuncha odam dam olib keladi. Mashina silinlardan ko'tardik bu yil. Xudo xolasa, evvel bu shuda bo'ladi dedi, oyoq sal buklanib o'tiradi dedi, siz aytsam. Oyoq buklanib o'tirgandan keyin endi Zominga borib kelincha yo Samarqandga borib kelincha oyoq bir og'ridi. Biz o'rnida tajribasizlik qildik, lekin mana hozir xudo xolasa yana sinirlarni почти 20 santimetr ko'tardik. 20 santimetr da yana normal. Yana men ko'rsatsam, tak. Yana oyoq to'shni turadi. To'g'ri. Endi mana eng qiziqlisi endi uzrli. Bunda o'tirsangiz ham bo'ladi. O'zingiz komplekt olib ketsangiz, muammo yo'q. Konditsionerlari bor, muammosi yo'q. Yozim gününde issida konditsionerlari ishlab turadi mashina. Mashinadan ne qilmang. Nechga ekan, komfortini nechga ekan, qiynalmaymizmi ekan, barincha oyoqim og'rib ketibmi ekan deb ne qilib o'tirmaysiz. Endi eldan o'tadigan bo'lsak, elde bir mestali bo'ladi bu mashinamizni. Mana xuddi shunday narsa qara mashinalari 8 odamlik ham bor. Yana eldini ko'rsangiz, bismillahirrohmanirrohim. Eldinda ishqilib size zor yarashadi. Mana yotib ketsangiz ham bo'ladi. Eldinda yana bunchakilab zo'r qilib, yana o'zingizga qulaylab yotib ketsangiz bo'ladi. Endi yana shunchalik yotqizsangiz ham bo'ladi. Menimcha o'ylayman, dam olmoqqa, uxlamoqqa zo'r. Arkadakilarni chetadigan bo'lsangiz, arkadagi sidinlar ham ajoyib tarzda yotadi. Muammosi yo'q. Mana shuning tak
Tamam bunchalik yatkazib bermaysizdan arkadagi passajir bilan kelishgan holatda buni yatkazsangiz bo'ladi. Bir yandan shundan masalan, işte yipi bu. Ko'pchilik so'raydi, sidinalar yatadimi, yo'qmi deb. Yatadi sidinalar, muammo yo'q. Ular ham shu tartibda yatkazsa, o'ng taraf ham shu tartibda yatkazsa, menimcha kelishilib yatkazilsa muammo kelib chiqmaydi. Yana navla qoldi desam bo'ladi. Endi sayohatga borish kerak bo'ldi. Bo'lgani, shu ko'rsatilgan telefon nomerlari orqali bog'lansangiz, nur ustuna a'lo nur. Planlashtiring sayohatingizni, qarindosh to'g'rilar bilan chiqing, qo'ng'ishavolar bilan chiqing. Ne deysiz shunga? Bu vaqt o'tib yotibdi. O'zingiz yaxshi bilasizlar mendan. Men o'tgan yil sayohat qildim, maza qilib yurdim haqiqatan. Lekin qishda sel bitta navbat qoldi. Endi yo'llar garalyot qo'rqdik to'g'risi chiqmaqa. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar bemalol, muammo yo'q. Shofyorlarimiz o'zi biladi, nera park kelishni, nechashni, hamma lokatsiyalar bo'yicha borishni. Podpiskani bosib qo'ying YouTube kanalimdan. Surxondaryo Sangardaklar ham reys qo'yishimiz mumkin. Sizning talab taklifingizdan kelib chiqib O'zbekiston bo'yicha nega dam olajak bo'lsangiz biz olib borib kelaveramiz. 4 odamlik mashinamiz ham bor. Captiva deysizmi? Gentra, Cobalt farqi yo'q. Komfort, biza komfort tarafdori, dam olishimiz tarafdori. YouTube'da shuningdek cho'zib kontent olib bo'ladi ekan, o'tgan yil qilmadik. YouTube'dan ham sayohatlarni chiqarib boramiz, xudo xolasa nasib. Men o'ylaymanki, siz dam olishga vaqt topasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolari o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingizni so'rayman. Sizlar bilan samimiy ohangda Jasurbek Qurbonboyev Havas Taksi 1260 asoschisi bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, like chani bosib qo'yasizlar.